Assalomu alaykum Xorazm Moto Savdo obunachilari. Bugun sizlarga Xorazm Moto Savdoda bor tovarlarimizni qisqacha ma'lumot berib tanishtirib o'taman. Do'stlar, bizda har xil turdagi kabinali mototsikllarimiz ham bor, elektrический. Plat narxi 22 million so'm naqd pula. Kredit ham chiqadi, oldindan to'lasiz. Keyin bu yerda boshqacha svetlari bor. Bu alma svetlari bular arzonroq, 18 million so'mdan berib turibmiz. Qora mokra asfaltlari bor, bu boshqacha model. Kavalo bular. Bularni 22 dan. Stingellerimiz bundan bor. 18 dan berib turibmiz. Yaprak döküyoruz. Keyin skuterlar, Demas skuterlar bor, toza kelgan partiyadan korobkadagi hammasini inglab bo'ldik. Bular 5 million so'mdan naqd bular 5 million so'mdan berib turibmiz bularni. Keyin yuqori sifatli Aima skuterimiz bor, yana bular 6 akkumulyator bo'ladi. 100 km yurib beradi. O'ta chidamli, garantiyasi ham uzaytirilgan bularni. Bularniki Demas'niki 1 oy garantiyasi, bularniki 1 yil garantiya beramiz. 5 odam minib haydagan videomiz Instagramdan, YouTube'dan qo'yib qo'yibmiz. Bu Aima skuterlar o'ta chidamli. 6 akkumulyator bo'ladi. Bular 8 million so'mdan, Aima'ning kattasi bu 11 million so'm, naqd pul ozgina xayr pul qaytib beramiz. Keyin Gero skuteri bu bular 10 million so'm. Bular 10 million so'mdan berib turibmiz Gero skuterini. Keyin bu yerda bir dana tritsiklimiz qoldi. Buni bahası naqd pul 12 million so'm bo'lsa beramiz. Bu skuterimiz aksiyaga tushib turibdi, 8 million so'm, 6 akkumulyator bo'ladi. Bu 9 million so'm, shuni 3 chechakli xilisi. Bunda Demas'ning katta va sovet xilisi bor, bu ham 6 million so'mdan. Keyin yana arzonlashtirilgan ko'na partiyalarimizdan qolgan skuterlarni arzon berib turibmiz do'stlar, e'tibor berasizlar. Hugo skuterimiz bor, bu 4 million so'm. Eng arzon skuterimiz 4 million so'm Hugo. Bular Demas'ning pap shakli xilisi, kichkinaroq versiyasi. Bular 4,5 million so'mdan berib turibmiz naqd bular. Bu yandagi hammasi 5 million so'mlik Demas. Keyin bular hammasi aytib o'tganim 4,5 million so'mdan Demas pap shaklisi farq pap shaklida. Lekin bular ham 5 akkumulyator 80 kilometrgacha yurib beradi. Bular ham 5 akkumulyator 80 kilometrgacha yurib beradi Demas. Farqi mayda shunda farqlar bor. Bularning farqi tumalak, bularniki aski far bo'ladi. Gavdasi ham sal kattaroq razmer, ozgina farq etadi, ko'p emas. Bularımızın yine Demas'ın 4,5 million so'mlik versiyasi. Keyin bu yerda yana 2 dana skuterimiz bor. Armada Motors'tan kichik skuterlar. Bular 4 million so'mdan aksiyaga tushib turibdi. Oxirgi 2 dana qoldi. Bunda 5 million, 6 million so'mlik skuterlarimiz ham bor. Bular ham oxirgi qana sanali qoldi. Bizlar aslında Demas ko'p, Aima'lar ko'p. Eng zo'r sotilib turgan narxi, sifati hammasi o'rtacha bo'lgan Demas skuterlar ko'p sotilib turibdi. Yo'q, mana sifatli, motori moshniy, har tomonlama boshqacha zo'rni bilaman desanglar, Aima'lar bor. Ko'rib turadi. Bu ko'p. Oldindan 1 so'm to'lovsiz kredit ham chiqarib beramiz mahalladan, hokim yordamchisidan. Bir dana tavsiyanoma kelsangiz bo'ldi. Manzil Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Jayxun bozorida joylashgan. Qo'shko'pirda ko'p odam adres so'raydi, tushuntirib turibmiz, istoriyalarda, videolarda aytib turibmiz. Shundan ko'p odam tushunmay turibdi. Qo'shko'pirda, Qo'shko'pir tumani markazida. Bu mototsikllarimiz, muraviylarimiz, kabinali muraviylar, bular 18 million so'mdan berib turibmiz. Muraviylarning ham kichik turi bor, kabinalini. Bular 22 million so'm, naqd pul ustida ozgina xayr pul qaytib beramiz. Bu bir ko'p turganingizda. Bular ham 2 xil turi bor, shuning uchun baholari harkasi har xil. Bu yerda bir danasi bor, 16 million so'm, 15 million so'm aksiyaga tushib turibdi Stinger. Bir danasi 15 million so'm aksiyaga tushib turibdi. Bunda ozgina defektlar bor, shuning uchun aksiyaga tushib turibdi. Lekin akkumulyator qo'yilmagan, haydalmagan. Bu yandagilar 18 million so'mdan. Keyin 15 million so'mdan naqd pul 15 million so'mdan Armada Motors mototsikli 1800 lik motor miya. Arkalari palovozli bo'ladi. Bular ham yaxshi mototsikl, yaxshi muraviy. Motorlari, miyalari kuchli bo'ladi bular ham. Bular ham oxirgi 3 danasi qoldi. Aksiya tushib turgani uchun bular 15 million so'mdan berib turibmiz. Naqd pul kelsangiz, yana ozgina xayr puli, 100 ming so'm, 200 ming so'm sotuvchimiz bilan gaplashsangizlar qaytib berib turibdi. Dastavkamiz bu yerda Armada Motors bor. Bu 16 million so'mdan berilib turibdi. Bundan ham sanali bir ikkisi qoldi. Tez, toza partiya motosikl skuterlarimiz keladi.
Demək şimdi Massakə skuterlər gərək olsa Xorazm Motosavdoya gələ verəsilər. Qoşköpür tüməni. Dostlar, görüb durğanlarınızda Vıborlarımız köp, mənzil Ceyhun bazarı. Ceyhun bazarının doğrusu yolunu Karama karşı tamamında bizəni benzinli muraviyelərimiz tuttu. Ceyhun bazarının doğrusu yolun yan tərəfində bizəni benzinli Massakələrimiz var. Hər xil türdəki muraviyelərimiz var, benzinli. Kiçik rəzmerli Alp Motorslarımız var, Ketdə rəzmerli Alp Motorslar, Uragallar var, Koşbaloğlu. Hər xil türləri var. Motorları 150'lik, 200'lik, 300'lik motorları var. En kətləmiz bəndə Laçında tutdu. Laçın Massakələrimiz var, hər xil türdəki. Aytib ötkəmdə bir dənə mahallədən təpsiyanamək kesinizə kreditəm çıxartırıb verəmiz. Şöyle gəlib özünüzə gərəkli modelini satıcımız bilan konsultasiya edib təllə basanızda boladı. Xorazm Motosavdo, Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Ceyhun bozori. Gələ verəsizlər, sizlar üçün xizmətdəmiz.